Bismillahirrahmanirrahim. Jannatga eng oxiri kiradigan odamning rivoyati bor. Jannatga eng oxiri kiradigan ummat ichida bir odam bor. Bu odam jahannamdan chiqadi. Haligi odam o'tdan bir narsa qiladida chiqib oladi. Oxiriga chiqayotgan odam jahannamdan. Kuydi, azoblandi. Alloh biladi 100 yil turdimi, 1000 yil turdimi, 10 ming yil turdimi chiqdi. Alloh taolo uni jahannamdan chiqarib jahannamga qaratib qo'yadi. Sendan meni qutqargan Alloh azza va jalla buyuk deydi. Va dunyodagi eng katta ne'mat egasi ekanligini his qilib o'tiradi. Chunki qutuldilar o'tdan, birodarlar. Azobdan qutuladi-yu, lekin qarab turibdi jahannamga. Bir qancha muddat jahannamga qarab zerikadi. Keyin aytadiki, Robbim, meni jahannamdan yuzimni teskari qilib qo'y. Boshqa sendan hech narsa so'ramayman deydi. Shunda Alloh taolo shu bandasini erkalatib, jannat daraxtlaridan bo'lgan bir daraxtni ko'zida yetadigan masofaga ko'rsatib qo'yar ekan. Banda rozi turgan holatidan, banda boshqa narsani so'ramayman degan, lekin Alloh taolo erkalatib ko'rsatib qo'yar ekan. Shunda banda daraxtga qarar ekan, o'zini holiga qarar ekan, ko'rib shu havasi ortib, bir qancha muddatdan keyin chidamasdan, "Ey Robbim" der ekan, "Shu daraxtni yaqin qilgan meni." Alloh aytar ekan, "Ey odam bolasi, agar uni bersam, yana ziyoda qilib so'ramikinsan? Yo Parvardigor, shu daraxtni bersang bo'ldi, qaytib hech narsa so'ramayman" der ekan. Alloh Karim zot nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Berar ekan. Haligi banda daraxtni ostiga kelganidan keyin uni soyasidan, mevasidan, hididan, haroratidan huzur olib, eng katta ne'matni menga beradi deb o'tirar ekan. Uzoqdan jannatni ko'rsatib qo'yadi. Ko'rib shu havasi ortib, bir qancha muddatdan keyin chidamasdan, Robbim, shu jannatga meni sal yaqinroq olib borib qo'y deydi. Hech narsa so'ramayman deganingku. Mayli, so'raganingni beraman deydi-da, jannatga yaqin olib borib qo'yadi. Jannatning hidlari, ichidagi rohatlar, ajoyibotlar bunga ko'rinadi. Jannatni tomosha qilib shu kira olmayapti-da, ko'rish bor, yeyish yo'q degan maqol shunda. Endi hech narsa so'ramayman deb o'tirganida Alloh taolo jannatni qizil oltindan bo'lgan darvozasini ochib qo'yadi. Daraxtni tagida o'tirib maza qilyotdi. Alloh taolo endi jannatni ham ko'rsatib qo'ydi. Jannatdagi qasrlar, xizmatkorlar, bog'lar, qushlar, suvlar, sharoblar buni ko'rgandan keyin banda sabr qila olmaydi. Yana qaytarib aytamiz, Alloh azza va jalla nimaga ko'rsatyapti buni? So'ranglar mendan deyapti Alloh taolo. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum deyapti, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Keyin bir qancha muddat zerikkandan keyin yana yolborishni boshlaydi. "Yo Robbim" deydi, "shu jannatga meni kirgizib qo'y" deydi. "Ey odam bolasi" deydi Alloh taolo. "Nima qilsam rozi bo'lasan, nima qilsam xursand bo'lasan? Jannatga kirishsang bo'ldi" deydi. "Kir" deydi. Deganda banda xijolat bo'lib, "Parvardigor, joy qoldimikin menga" deydi. Shunda Alloh taolo ajib bir nido qiladi, "Agar senga dunyochalik jannatni bersam, rozimisan? Yana shunchani qo'shib bersam, mana shu dunyo hayotimizdagi 2 barobar keladigan, yer shariga 2 barobar keladigan jannatni bersam, rozi bo'lasanmi?" der ekan. Dunyodagi qaysi podshohning mulki yer yuziga teng? Bo'lganmi bu narsa? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi bu kimga berilyapti bunchalik ne'mat? Oxirgi odamga berilyapti. Oxirgi odamga berilyapti. Allohning karamini ko'ring, birodarlar. Shunda senga shu dunyoni chalik va shunga qo'shimcha yana bir jannatni bersam rozimisan deganda, "Parvardigor, meni masxara qilyapsanmi?" der ekan. Deb turib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kuldi. Kulib turib, "Nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi?" "Nimaga kulyapsiz?" deyishdi. "Rasululloh kuldi" dedi. "Rasululloh nima uchun kulganini so'ramaysizlarmi?" dedi. "Rasululloh nimaga kuldi?" dedi. "Boyaga Parvardigor, meni masxara qilyapsanmi?" deganda Alloh taolo kuldi deydi. Hadis shariflarda keladi. Alloh qanday kuladi deb tortishadi hozir 3 ta salafiy chiqib olib. Uni nima qilasan, jannatga kirish haqida gapiryapman men. Bu behuda bu. Kuladi bo'ldi, hadisda keldi, kuladi, o'tib ketaveraylik. Deydi, salaf shunaqa deydi. Amirruha kama ja'at deydi. Tafsiruha qira'atuha. Kuladi deb o'qishlik tafsiri shu.
qanday, qanaqa, yo'q, unga kirmaymiz. Alloh taolo aytdi, payg'ambar alayhisalom aytdi shuni. Keyin Alloh taolo bandaga juda yaqin kelib aytadi. Ey bandam deydi, nima gunohlarni qilgan eding u dunyoda? Bu ham boshqa bir rivoyatdir, hadisning boshqa turuqida. Banda endi gunohlarimni so'rayapti, halokatga uchrasam kerak deydi-da, hijolat qilib, qo'rqib, Alloh o'zi biladi. Lekin gunohlarni o'zidan e'tirofini so'rayapti bandani. Banda falon gunohni qilganman, piston gunohni qilganman deb gunohlarni sanab ketadi. Sanaganda Alloh taolo yana eslatadi. Falon gunohni ham qilgansan-ku deydi. Ha, uni ham qilganman deydi. Endi banda aytadiki, endi halok bo'ldim shekilli. Endi shuncha gunohlarimni Alloh taolo yuzimga solyaptimi? Najot yo'q shekilli deb ichida qo'rquv paydo bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadiki, o'sha gunohlarni hammasini dunyoda boshqa odamlar bilmasida, ha, berkitgan edimi? Ha, satr qilganmidim? Ha, kechirganimga dalil edi o'sha deydi. O'sha gunohlaringni hammasini hozir savobga aylantirib senga beraman deydi. Deganda bandani yana gunohlari esga tushadi. Bekitganlari savobga aylanyapti-yu. Falon gunohni ham qilgan edim, uni ham, buni ham deb so'rab ketib qoladi. Keyin Alloh taolo bandaga aytadi, shu jannatga kirsang, nima bo'lishini xohlaysan deydi. Banda bilmaydi, menga deydi, shu falon piston narsa. Dunyodagi manaman degan podshohlarni 100 tasini, 1000 tasini, palonchasining mulkchalik joy bo'lishini xohlaysanmi desa, xohlayman deydi. Unga faloncha ne'matni beringlar deydi. Banda roziman deydi. Alloh taolo yana shuncha beringlar deydi. Banda roziman deydi. Yana shuncha beringlar, roziman. 4 marta aytadi. 2 marta emas, 4 marta aytadi. Alloh taolo aytadi, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik ziyoda qilinglar deydi. Nechta bo'ldi? Bu dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi. Keyin Alloh taolo unga ilhom ham qiladi. Mana narsa bo'lishini xohlaysanmi? Bu narsa bo'lishini xohlaysanmi? Xullas jannatda eng oxiri kiradigan odamga o'zi o'ylagan, o'zi xohlagan narsadan chandon ko'p narsa beriladi. Rozi bo'ladi u. Kirgandan keyin jannatga kirib olib aytadiki, menga berilgani boshqa hech kimga berilmadi deydi. Vaholanki eng oxirgi odam u. Bu jannatda Firdavs degan joy bor. Rasulullohning qo'shnisi bo'lish bor. Hamd bayrog'i ostida turilish bor. Alloh jalla va aloni ko'rish bor. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson hayoliga kelmagan narsalar bor. Sahobalar buni eshitib, "Ya Rasululloh, bu oxirgi kirilgan odamga shuncha berilsa, sal yuqoriroq manzilatdagilarga nima beriladi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Uni hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlar."